Yahob suvi nima? Yahob suvi bu tuproqda nam zaxirasini hosil qilish va ekinning unib chiqishi, normal rivojlanishi uchun sharoit yaratish hamda ularning ildiz tuxumlarini mustahkamlash uchun qish oylarida 2 marotaba beriladigan bog'larga, tokzorlarga, kolleksion bog'larga beriladigan suv hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, bunda birinchidan tuproq ostida ishlayotgan zararli, kasallik va zararkunandalar hamda ularning lichinkalari suv muzlashi natijasida va havo yetishmasligi natijasida past haroratdan nobud bo'la boshlaydi. Qishda tuproqning chuqur qatlamlari 2 metrgacha bo'lgan masofada tuproq namlik bilan to'yinadi. Bu esa bahorgi o'simliklarning vegetatsiyasi davrida suv tanqisligini oldini oladi. Yahob suv berish natijasida o'simlik ildizlari sovuqqa chidamliligi ortadi hamda bahorgi keskin sovuqlardan ildiz tizimi hamda o'simliklar o'zini o'zi himoya qilishni boshlaydi. Yahob suvi ichirilganda bog'lardagi hosildorlik yanada oshadi. Mevalarning sifat ko'rsatkichlari yuqori natijalarni qayd eta boshlaydi. Va so'nggi afzalligi shundan iboratki, yahob suvi harorati -2 gradusdan -5 gradusgacha bo'lgan paytda berilsa, samarasi yana ham ortadi.